Bugun Self Product'dan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Browser tanlaymiz. Xohlasak, Microsoft o'zining brauzeri, Firefox yoki Google Chrome. Vaqtinchalik mana shunday kiraman. Siz ham o'zingiz profillaringizga kiraverasiz. selfproduct.net kattalashtiramiz. Va tizimga kirmagan vaqtingizda faqatgina o'sha o'yinda chiqib turadi. Tizimdan ro'yxatga o'tamiz. Hozir birinchi qadamni ko'rib chiqamiz. Hech qayerdan ro'yxatdan o'tmaganmiz. Sayt nomini ham bilmaymiz. Ketma-ket ko'rib chiqamiz. Demak, ro'yxatga o'tish uchun bosamiz. Bu yerga portfoliodan yo'naltiradi. Portfolioda siz oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, o'sha login parolni, aks holda esa ro'yxatdan o'tishni bosasiz, ya'ni sinyapti. Bosamiz. Bu yerda yozaman. Misol uchun Timur Malikov. Bu yerda username tanlayman. Malikov. Va parol. Bu parol bilan mana bu parol esa bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bo'lmasa ro'yxatdan o'ta bilmaysiz. Malikov username keladigan bo'lsak, xuddi Instagram, Telegramda username qanday tanlansa, bunda ham xuddi shunday tanlanadi. Agar sizda username Zaynat bo'layotgan bo'lsa, boshqa username tanlashingiz kerak. Xuddi Instagram, Telegram kabi. Verify bosamiz, tasdiqlaymiz. Va ro'yxatdan o'tganmiz. Endi bu yerda Malikov, bizning username'imiz Malikov. Yozdik, hozir yangi user kirishni bosamiz va Malikov uchun parol. Login bossak va bizga yo'naltirish manzili chiqadi. Xuddi shu o'yinda chiqayotgan bo'lsa, demak siz oxirgi etapdasiz, ya'ni portfolioda eng oxirgi etapida. Accept bosamiz va Self Product'ga yo'naltirib oladi. Bu yerda assistant not found deyapti, ya'ni admin topilmadi. Sizda bironta admin biriktirmoqchi bo'lsangiz, adminingizni ID'sini mana bu yerga portfolio ID'sini kiritib qo'yasiz. Ya'ni menda admin sifatida portfolio ID'ga 333333. Ya'ni o'zim adminman, o'zimni biriktirib qo'yaman. Va bu yerda adminingizni ism familiyasi chiqadi. Ism familiyasi, portfolio ID'si, masala bo'layotgan bo'lsa, muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz, adminingiz telefon qilasiz. Va ekranga refresh beradigan bo'lsangiz, mana anatiramiz, assistant not found degan so'z chiqmayapti. Ya'ni bu yerda adminingiz o'zi tanlagansiz. O'sha adminingiz tanlamagani uchun topilmadigan so'z chiqadi. Endi market yaratamiz. Market yaratish uchun buni bosamiz. Market nom beramiz. Bu yerga marketga gullar bozori deb yozamiz. Demak, username tanlaymiz. Gullar bozori. Logo tanlashimiz kerak. Bir qancha rasmlar olib qo'yganman. Mana bu rasm tanlaymiz. Bu hozircha bitta plandamiz, start plani. Currency degani esa pul birligi, ya'ni sotuv jarayoningizda dollarda ishlaysizmi, so'mda ishlaysizmi, rublda ishlaysizmi, shuni belgilab qo'yishingiz kerak. Ya'ni O'zbekistonda turib so'mda savdo qilamiz. O'zbekiston ichidagi sotuvni amalga oshirish uchun so'm belgilaymiz va create tugmasini bosamiz. Create tugmasi bo'lgandan keyin market successful created deyapti, ya'ni muvaffaqiyatli yaratildi. Va marketlar qatorida mana bu so'z chiqadi. Market chiqadi. Masalan, Gullar bozori bu usernamemiz.
Enter tugmasini bossangiz o'sha marketingingizga kirasiz. Ya'ni marketingingiz dashbord qismi. Start tarif rejamizda bir hafta bepul sinab ko'rish imkoniyati mavjud. Va hozir bugun ro'yxatdan o'tgan sanamiz 11.01 bo'lgan bo'lsa, bu esa 11.08. Ya'ni 7 kun bepul sinab ko'rish imkoniyati mavjud. Agar tarifingiz muddati kelib qolib, yangilash xohlasangiz esa xuddi shu plan qismidagi renew degan narsa bor. Agar siz ingliz tiliga tushunmasangiz, mana bu yerda esa tilni o'zgartirish joyi bor. Demak, kiramiz, o'zbekcha bosib qo'yamiz. Sizning tarif rejangiz start, garchi muddat tugaydi. Ya'ni bu yerda ana shu muddatgacha marketingingiz aktiv holatda bo'ladi. Agar muddati tugasa, produktlaringiz hech qaysi o'chib ketmaydi va muddati tugashi ayrim holatlarni cheklab qoladi. Ya'ni statistikani ko'ra olmaysiz, sotuvda amalga oshira olmaysiz va shu kabi bir qancha omillarga ishlatilmaysiz. Ya'ni muddati tugagan vaqtda siz yoki oldinroq yoki keyinroq mana bu yerda oyni tanlaysiz. Oylik. Hozir men ta'riflash beray. Mana oylik, 3 oylik, 6 oylik, yillik, 2 yillik. Bizda oylik, 3 oylik, 1 yilgacha o'sha tarif narxini to'lanadi. Mana 1 yildan boshlab esa chegirma bo'ladi. Ya'ni $119, $101 tushyapti sizga. $18 foydaga tushasiz agar 1 yillik to'lasangiz. Yangilash bossam, bizda dollarda hisoblanadi-yu. Endi mana bu yerda sizga so'mda ham hisoblab beradi. Bu yerda 1.200.000 aslida 1.400.000 to'lashingiz kerak 1 yil ichida, lekin siz 1.200.000 to'laysiz. 12 oy to'lovga. Buni tushundingiz. Sizga 1 yillik emas, oyma-oy to'lamoqsiz. Oyma-oyda ham masala yo'q. Yangilash bossiz. Yangilash bossangiz 120 ming so'm. Bir oyga chegirma mavjud emas. To'lash bossangiz sizga avtomatik to'lov paneli ochib beriladi. Demak, bepul marketda biz sinab ko'ramiz. Demak, bosh sahifa, bu yerda onlayn bozoringizdan, internet magaziningizdan tushadigan buyurtmalar, mana bu yerda esa mahsulot sotish oynasi, yetkazib berish, hisob faktura, qarz daftar, to'lovlar, mijozlaringizdan qo'ysangiz bo'ladi. Mening do'konimga kirsangiz, mahsulot qo'ysangiz ham bo'ladi. Kategoriya, mahsulotingiz uchun kategoriya, statistika, import, ya'ni tovarlaringizni olib kelish. Bu esa Gul bozor. Bu sizda onlayn marketingingiz manzili. Oddiygina mana bu yerga tashlayman. selprodukt.net Gul bozor. Mana Gul bozori. Bu yerda tovarlaringiz chiqadi. Buyurtmalar. E-marketdan, ya'ni onlayn marketingingizdan tushadigan buyurtmalar mana shu bo'limga tushadi. Bildirishnomalar, tizim tomonidan xabarlar, holatlar bo'yicha xabarnomalarni olib turasiz. Xodimlar. Bir nechta xodim qo'shsangiz bo'ladi. Xodimingiz ismi, telefon nomeri va statusi, sotuvchimi, pochtachimi, omborchimi, qabul qiluvchimi o'zi belgilaysiz. Sotuvchi belgilaymiz. Bu yerga esa o'sha portfolio ID'ni belgilaymiz. Faollashtiramiz. Faol qilsak, bu sotuvchi kirib biladi. Agar faol qilmaganimizda sotuvchi kirib bilmasdi. Ya'ni biz marketingimizga kirib savdoni amalga oshira olmasdi. Barcha xodimlar holati rollarda sozlamalar hech qaysi birida ko'rinmaydi.
sozlamalar faqatgina market egasiga ko'rinadi. Market egasiga nima uchun aynan sozlamalar ko'rinishi kerak? Bu yerda marketni nomi, rasmi, market haqida ma'lumotlar, kontakt ma'lumotlar, valyuta, tarif rejalari haqida, to'lovlar haqida ma'lumotlar faqatgina market egasiga ko'rinadi. Birinchi videorolikimiz shundan iborat. Kelgusi videolarimizda esa tovar qo'shish, tovarni sotish, buyurtmalar, tovarni bo'lib berish, statistika va to'liqroq yoritib ketishga harakat qilamiz. Rahmat.